Avazbek aka, mana samimiy to'g'risini aytaman, bir samolyot odamni qanaqa qildingiz Bag'dodda aka? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bunga hammasiga yuksak terelni yuksak paketlari inshaalloh. Maşallah. Har doimgidek go'zal paketlar. Allah razı Har olsun. qanday odamni shaydo qiladigan paketlar bular. Maşallah. Borgan odam albatta xotirjam bo'ladi, ibodat bilan xotirjam bo'ladi, mashg'ul bo'ladi. Boshqa narsaga chalg'ishga imkoniyati yo'q. Inshaalloh karim. Mana shularning barokatidan alhamdulillah mana shunday 180 ta odam qilib bitta samolyotda yuksak tren orqali Bunaqasi aka rekord, ishaning rekord sizda aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yuksak tren rahbariyati va ma'muriyati jamoasini shunday bir harakati bilan bu darajaga erishdik inshaalloh. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Allohlarning ishlarini go'zal qilsin, bardavom qilsin. Hamisha yuzlarini yorug' qilsin. Rahmat hoji aka. Chiroyli go'zal paketlarni tashkillashda bardavom. Rahmat hoji aka. Eng ishonarlisi. Alloh rozi